Chiqindidan qarzdorlarning svet uchun to'lov qilishni cheklash haqidagi qonun imzolandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, iltimos videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qonun 3 oydan keyin 8-iyunda kuchga kiradi. Chiqindidan qarzdor iste'molchiga ogohlantiruvchi SMS yuborilganidan keyin 5 kun muhlat beriladi. Agar qarz qoplanmasa, toki qarzini yopmagunicha ushbu iste'molchidan elektr uchun to'lovlar qabul qilinmaydi. O'zbekistonda 2025-yil 8-iyundan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlaridan qarzdorligi bo'lgan iste'molchilardan elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilish to'xtatib qo'yiladi. Bu haqdagi qonun 7-mart kuni imzolandi. Qonunga ko'ra, chiqindidan qarzdor iste'molchiga ogohlantiruvchi SMS yuboriladi. Shundan keyin qarzdorlik 5 kun ichida bartaraf etilmasa, ushbu iste'molchi toki qarzdorlik bartaraf etilgunga qadar elektr energiyasi uchun to'lovni amalga oshira olmaydi. Qarz to'langach, kiritilgan cheklov avtomatik bekor qilinishi kerak. Chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar to'lovning ishonchli va to'g'ri hisob-kitob qilinishi uchun javobgar bo'ladi. Bu talab buzilgan taqdirda yetkazilgan zararning o'rnini qoplaydi.